Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roz, Washington'dan sözleyimiz vatandaş. Bugünkü İslagı 2023 yıl 9. ayının 10. günü. Hepteki yekşembe bugün sizlerge toxtulduğan leksiyamızın ayti inçke. Amerika-Cungo münasebetindeki inçke detallar. Seyfile vatandaşlar. Bunda avval vaziyettesiniz bugün Angliya Padişahlık Devletinin veziri Rishi Sunak Hindistan'da ötküzülgen 20 devlet yığını Cungo'nun veziri Li Chang bilen görüştü. Birinci cümle şu oldu ki Azı Cungo Angliya'nın eski işleri karlaştı dedi. Çünkü Cungo'nun casusları Angliya'da faaliyet kılıvatıdır. Vaziyetinin ikincisi vatandaşı mazhar Cungo Amerika oturusunda Reis Xi Jinping bu yıl 11. ayda San Francisco'da ötküzüldüğün Asiyatın çok yan iqtisadi hamkorlik yig'ini qatnashamda yok degan mesele bo'yicha diplomatik faaliyetler ciddi holatga kirdi. Vaziyetning uchinchisi vatandaş bugün Johnson paylaşıp bilisli Johnson efendi mavzu koyuptu. Nime dedi deseniz bu mavzuda Cungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi az kunda bir peşkellikka yoki amaldan qilishdak bir peşkellikka uchraydi deb mavzu qo'yibdi. Leksiyani so'zlab bo'lgandan keyin kirib anglayman vatandoshim. Mushu vaziyatlar andan bu vaziyatlarning hammasi ne qata qo'ysangiz bir-biridan qilishmaydi. Ya'ni shu qatada qilishmaydigan bir vaziyat yoki mening tilim bilan aytsam o'tandek vaziyat. Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Saudiya Arabiya bu devletler birleşip vatandaş Asya'da yoki Janubi Asya'da O'rta Sharq va boshqa har qaysi joylarni o'z ichiga olgan temir yo'l qurilishi bilan shug'ullanadigan bo'ldi vatandaş. Qaltis xabar bu. Buni qaltis xabar deb nima deymiz? Oxirgi savol qo'yamiz. Qashqardan Gwadar porti va Gwadar portida Qashqar orqali Beijingga tortiladigan temir yo'lchi. Bu temir yo'llar nima bo'lishi kerak? Onda bu temir yo'l qurilishdan keyindagi siyoset. Ya geopolitik siyoset. Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga kirdi degan mutakorliqda. Masalan, Prezident Vladimir Putin shunday dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga kiryapti, kirmoqchi bo'lyapti dedi deb qo'ysalar vatandosh. Mana bugun Amerika, Hindiston, Saudiya Arabiya qatorliq davlatlar birlashib Janubiy Osiyo, Hindistondan butun O'rta Sharq, hatto Yevropa, Kichik Osiyo temir yo'l tortadigan bo'ldi. Jungoning plani nima edi? Olmata orqali Qozog'iston orqali temir yo'l tortib Yevropaga kirish. Torg'at eg'izi, Qashqariya o'ymonligi orqali temir yo'l tortib Gwadar portiga chiqish va shu orqali Iron bilan Turkiyaga kirish. Alasharni. Mana vaziyat deymiz vatandosh, vaziyat degan bundoq bo'ldi mana. Bugun shu to'g'rida emas, asosligi bugun biz nihoyat inchki bir tema. Reis Xi Jinping chet elga chiqalamdi. San Fransiskoga yig'in qatnash kelalamdi. Nima chet elga chiqolmaydigan bo'lib qoldi? Shu to'g'rida leksiyalar vatandosh. Mavzu bundoq vatandosh, buni yozma shaklda bir anglab o'tmasanglar bo'lmaydi. Aynan keyin ko'ramiz, muhokamani birga ko'ramiz sizlar. Buni avval yozma shaklda bir anglab o'tinglar vatandoshlar. Kriz bilib qilindi. Echivitildi, krizning jarayoni echivitildi. Beijing tuyuqsiz 100 öğredi. Beijing tuyuqsiz 100 öğredi vatandaş.
Mavzulu xabar 9 ayının 9 günü ben bir orbitede ilan kılındı haber. Mundaq başlandı. Ol Kudüs'ü gazeti 9 ayının 8 günü haberdar kişilerinin haberlerden nakil keltirip mundaq aşkarıldı. Beycan devletinin mavi reisi Han Jingni avatib muşu ayının ahırı içildiğin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınıga qatnaştırmakçı oldu. Bu karar Beycan ötkende vədi verip Tashqi İşlər Ministri Wang Yi'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığını qatnaşıga avatib Amerikaga yetip kelip Wang Yi'nin Amerika taraf bilan Xi Jinping'nin 11 ayda Amerika'yı ziyaret qilishi to'g'risida maslahatlashadiganligidan iborat bir qatimliq diplomatik xizmat jarayonini amaldan qoldirdi. Demak, muavin rais Han Jing Birleşken Devletler Teşkilatı yig'iniga keldi. Aslidagi planda Tashqi ishlar ministri Wang Yi kelishi kerak edi. Hozir Wang Yi'ning bu yig'in qatnashishini amaldan qoldirib, muavin rais Han Jingni avatadigan bo'ldi. Bu tuyuqsiz özgürüş Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden bilan Jungo'ning rais Xi Jinping ko'rishadiganligidan iborat mumkinlikka özgürüş elib keldi. O'xshashli Beijing tuyuqsiz özgürüş hosil qilishdan bir kun burun Bloomberg agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatgan. Jungo Kompartiya dairələri əslində Hindistanda açıldığan 20 dövlət yığında klimat özgürüşü meselesinde cim turulub meseleni boğup qoyub bunun bədəliga Android chipni qo'lga keltirmoqchi bo'lgan edi. Ko'rdingizmi? Xalqaro siyosatni xalqaro savdoga aylantiryapti Jungo Kompartiyasi. Bu to'g'rida Oqsaroy prezident Joe Biden hukumati davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan cevap qaytirib mundaq ko'rsatdi. Klimat meselesini hal qilish bo'yicha Android o'zakni qo'lga keltirmoqchi va ikki masalani bir-biriga bog'lamoqchi bo'lgan urinishlar mas'uliyatsizlikdir. Prezident Joe Biden hukumati klimat o'zgarishi masalasi bo'yicha har qanday urinishni rad qildi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning bayannamesi yoki so'zlagan so'zi Prezident Joe Biden hukumati klimat o'zgarishi masalasiga munosabatli har qanday urinishni rad qildi. Bloomberg burun xabar qilib mundaq ko'rsatgan edi. 20 davlat yig'inining tayyorlik bosqichida klimat o'zgarishiga taqobil turishning jarayoni to'g'risidagi muhokamada Beijing doiralari klimat o'zgarishiga taqobil turishga yordam berish bahonasi bilan taraqqiy qilgan davlatlarning ko'plab yordam berishini, jumladan Android chip uzak bilan ta'minlashini talab qilgan edi. Biz bu xabarga kechiringlar, biz emas. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan javob qaytirib mundaq dedi. Klimat o'zgarishi masalasini guruhga elish ayrim davlatlarning o'xshash bo'lmagan masalalar bo'yicha talablarini qondirish mas'uliyatsizlikdan iborat. Qaltis gap vatandosh, meni tushuntirsizmi? Jack Sullivan javob qaytirib nima dedi? Klimat o'zgarishi masalasini guruhga elish orqali ayrim davlatlarning o'xshash bo'lmagan masalalar bo'yicha talablarni qondirish talablarni qondirishni talab qilish mas'uliyatsizlikdan iborat. Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. Biz, yani Amerika klimat krizisiga duch keldik. Yani butun dunyo klimat krizisiga duch keldik. Lekin klimat o'zgarishi bir suhbatga destek bo'lmasligi kerak. Klimat o'zgarishi bir suhbatga destek bo'lmasligi kerak. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan to'g'ridan-to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Men allaqachon ko'p to'xtaldim. Jungo Kompartiya doiralari klimat o'zgarish masalasini Amerikaning boshqa masalalardagi harakat planlariga birlashtirib guruhga elishga urinishlari biz o'ynaydigan, ya'ni Amerika
oynaydigan oyun emas. Nima demoqchi emaslar Jack Sullivan efendi? Sen klimat özgürlüğünü desteklayıp Amerika planıdaki bir qançılığın yana başka hizmetlerini görev geliş şeklinde ayrıvaşlaş, tegişiş yoki sodilişish bu Amerika Qo'shma Shtatlari o'ynaydigan o'yin emas. Demak, bu yerda Cumhuriyet Partiyasining qo'ltig'idagi tavuz yerga tushib ketdi degan gap. Demak, bu yerda Cumhuriyet Partiyasi Hong Kong meselesi bo'yicha, Tibet meselesi bo'yicha, Uyg'uriston meselesi bo'yicha Amerika bilan oyun oynayolmaydi. Sahne oyunu oynayolmaydi. Amerika bilan sodilisholmaydi. Chunki prezident Joe Biden hukumati bundaq sahne oyunini rad qildi degan gap. Harakat planlarga birlashtirib, urinishtirib biz o'ynaydigan o'yin emas. 20 davlat guruhi yig'ini ochilishi, orq ko'rinishi ham shundoq. Demak, bu qatam 20 davlat yig'inining manzarasi ochilishi muhokama temaları ham shundoq dedi. 9 ayının 8 günü muhbirlarni kutib elish yig'ini davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan'dan göregi elish söz iborasi to'g'risida muhbirlar savol qo'yganda Cumhuriyet muhbirlari kutib elishi. Bayonotchi Mau'ning faqat mundaq dedi. Klimat o'zgarishi masalasida Cumhuriyet taraf o'zaro e'tibor berish va bir-biriga ko'ngil bo'lish asosida qo'l tutishib klimat o'zgarish xiraslariga taqobil turishimiz kerak. Buni nima deymiz biz? Biz Uyg'ur nima deymiz? Tulkilik, haramzodilik. Sen başta dep boldun, görevga alaman klimat o'zgarishini sen yo'l qo'ysang men yo'l qo'yman degan kep bolding. Endi bu yerda qo'l tutishib hal qilamiz degan so'zning ma'nosi tulkilik vatandosh.